To'raqo'rg'on tumani ixtisoslashgan maktabi ilm va innovatsiya uyg'unlashgan maskan bo'lib, zamonaviy, qulay shart-sharoitlar o'quvchilarning samarali bilim olishi uchun mo'ljallangan. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal. STEM ta'limi nafaqat nazariya, balki amaliyot, tajriba va innovatsiyadir. Bu yerda o'quvchilar ilm-fanga bo'lgan qiziqishini aniqlaydi va rivojlantiradi. Aniq va tabiiy fanlar, dasturlash va muhandislik bizning asosiy yo'nalishlarimizdir. Bizning vazifamiz har bir bolaning salohiyatini aniqlab, uning ilmiy yo'nalishini to'g'ri shakllantirish. Robototexnika yo'nalishi o'quvchilarga kelajak kasblariga ilk qadam qo'yish imkonini bersa, kompyuter xonasida dasturlash, axborot texnologiyalari va raqamli savodxonlik chuqur o'rgatiladi. Sport zal sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya va jamoaviy ruh manzili. Shuningdek, mashg'ulotlarda fikrlash, strategiya va mantiqiy tahlil ko'nikmalari rivojlantiriladi. O'quvchilarimiz har kuni yangi g'oyalarni kashf etmoqda. O'qishga qiziqishi oshib, o'z orzulari sari dadil qadam qo'ymoqda. Farzandingizning kelajagi bugundan boshlanadi. Uni bilim, fan va texnologiya yo'lida yetaklaydigan maskan bu To'raqo'rg'on ixtisoslashgan maktabi.